Er xotin jinsiy aloqadan keyin ular bittasi g'usl qilsa-yu, bittasi g'usl qilmay uxlab qolsa, keyin ularni yuzlari bir-birlariga tushsa, o'sha qilgan g'usli sinadimi yoki unday emasmi? G'usl haqida to'liqroq ma'lumot bersangizlar. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Dar haqiqat g'usl vojib bo'lgandan keyin, ya'ni er xotinlikdan keyin ularga g'usl qilishligi vojib amal. Ana shu g'usl qilmasdan turib uxlab qoldi yoki boshqa bir ish bilan band bo'ldi, keyin er xotin bir-biriga ko'zi tushdi. Xalqimizda bir noto'g'ri tushuncha bor. G'usl vojib bo'lgan odamni go'yoki bir haromday, makruhday, jirkanchday qarashadi. Unday emas, balki g'usl vojib bo'lgan odam harom emas, balki uning zimmasiga g'usl vojib bo'lgan xolos. G'usl vojib bo'lganligidan g'usl qilsa, namozga, ibodatga, Qur'on tilovat qilishga imkoniyat tug'iladi. Ammo boshqa ishlar hammasi unga ruxsat. Qo'l oyog'ini yuvib, tahorat qilib olib ovqatlansa ham bo'ladi agar zarurat bo'lsa. G'usl vojib bo'lgan odamni eshigini tagiga birov chaqirib kelgan bo'lsa, uni kuttirmasdan, demak, yengilgina tahorat oladida chiqib, u bilan gapini qilib, kelib keyin boshqatdan g'usl qilsa bo'ladi. Bu kabi holatlar juda ham bir noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qolgan. Bunga dalil sifatida Abu Hurayraning mashhur hadisi bor. Juda ko'p marotaba aytilgan hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, bir kun men Madina ko'chalaridan birida kelayotsam, to'g'ridan payg'ambar alayhisolatu vassalom chiqib qoldilar. Ya'ni Rasulullohni yo'li qitirib qoldim. Ko'cha. Men o'sha paytda zimmamda g'usl vojib bo'lgan edi. Rasulullohni ko'rdimda fanxanastu. Rasulullohdan demak chekindim, qochdim, bekindim. Yashirinib oldim. Keyin uyga borib, g'usl qilib, tozalanib, keyin payg'ambar alayhisolatu vassalomning huzurlariga keldim. Payg'ambar alayhisolatu vassalom odatlari savol so'rashda odob axloqlari juda baland edi. Juda ham chiroyli bir odobni yuksak namunasi bilan savol so'radilar. Nimaga meni ko'rib qochib ketding demadilar, balki juda ham bir nazokat bilan so'radilar. Ayna kunta ya Abu Hurayra dedilar. Ey Abu Hurayra, qayerda edingiz dedilar. Qayerda edingiz degan savolni tarkibida hali ko'chada ko'rganda meni ko'rib orqaga burilib ketdingiz. Nima bo'ldi? Nimaga ketib qoldingiz degan ma'no bor edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu savoldan payg'ambar alayhisalomni so'ramoqchi bo'lgan maqsadlarini tushundilarda aytdilarki, men junub edim. Junub holatda edim, yuvinmagan edim. Sizga junub holatimda yo'liqib siz bilan birga o'tirishlikni karih ko'rdim. O'zim yoqtirmadim. Uyga borib tahorat qilib keldim. Tahoratsiz edim, ya'ni nopok edim degan ma'noda gapirdilar. Ya'ni ala g'ayri taharatin dedilar, ya'ni nopok edim degan ma'noda gapiruvdilar. Payg'ambar alayhisolatu vassalom Abu Hurayraga inkor bilan aytdilarki, subhanalloh dedilar. Innal muslima la yanjisu. Musulmon odam najas bo'lmaydi, nopok bo'lmaydi, musulmon odam kir bo'lmaydi. Bu siz aytganchalik tahoratsiz bo'lmaydi dedilar. Ana shu hadis bu boradagi asosiy hujjat bo'ladi. Endi shu hadisdan nima kelib chiqadi? Demak, g'usl vojib bo'lgandan keyin ko'chaga chiqsa bo'lishligi. Abu Hurayra qildi, shuni ko'chaga chiqib ketib qoldi. Ikkinchi oladiganimiz, g'usl vojib bo'lishi biroz ortga zarurat bir ish chiqib qolsa, g'usl vojib bo'lgandan keyin ham g'usl qilishlikni, modomiki ibodat o'rtada bo'lmasa, ozgina muddatga kechiktirish ham mumkinligi kelib chiqadi. Yana bir bu hadisdan oladigan bizni foydamiz, darsimiz shu bo'ladiki, demak, bir odamlarga peshvo bo'lgan, rahbar bo'lgan kishi o'zini atrofidagi shogirdlarini, tobelarini, unga ergashuvchilarini noto'g'ri harakatlarini to'g'rilab turish kerak bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vassalom Abu Hurayrani noto'g'ri tushunchasini to'g'rilab qo'ydilar. Subhanalloh, musulmon odam najosat bo'lmaydi dedilar. Uni tushunchasi bor edi Abu Hurayrani. Men nopok edim deb o'zlarini nopoklikka nisbat beruvdilar. Yana bir foydasi musulmon odam najas bo'lmasligi. Yana bir ushbu nimadan hadisdan oladigan bizni bir darsimiz shuki, junub odam boshqalar bilan ko'rishishi mumkin, gaplashishi mumkin, hozir yuqorida aytganimizdek bir joyda o'tirishi mumkin. Faqat
bu afzal emas, mumkinligi xolos. Shu narsani bilib olishimiz kerak bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob.